Assalomu alaykum qadrli obunachilar. 2026-yilda litsenziyalangan Umra narxlari nech puldan bo'lyapti deganlar uchun hozirgi kunda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holdesda rasmiy ofisiga yetib kelganmiz. 2026-yil yanvar oyida qaysi kunlarga reyslar bor, qayerlardan, undan tashqari sharoitlari qanday bo'lyapti, narxlari qanchadan bo'lyapti deganlar uchun xudo xolasa sizlar uchun chiroyli ma'lumotlarni video davomida berib o'tamiz. Bo'lmasa Nizomiddin hoji akamizdan ma'lumotlarni olaveramiz. Assalomu alaykum hoji aka, yaxshimisiz? Charchamang. Rahmat, tuzimsiz. Rahmat hoji aka. Hoji aka, xudo xolasa 2026-yilda ham mana boshlayapmiz. 2026-yilda qaysi kunga reyslarimiz bor va qayerlardan bor? Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli Centrum Holidays ashaddiy obunachilari. Xo'p, bizga yanvar oyini ochiq deb e'lon qilamiz. Bemalol o'zlaringiz xohlagan kunlariga joylarni bron qilishlaringiz mumkin. Xo'p, bizda hozirgi kunda Farg'onadan Primoy Jidda reyslari, Namangandan Primoy Jidda reyslari hamda Toshkentdan hamda Samarqanddan Primoy Jidda reyslari bor. O'zlaringiz xohlagan kunlaringga yanvar oyiga joylarni bron qilsalaringiz bo'laveradi. Zo'r. Hoji aka, misol uchun 14 kunlik umra safarida necha kun Makkada, necha kun Madinada bo'ladi? Undan tashqari Makka va Madinalarda mehmonxona masofalari qanday bo'ladi? Xo'p, bizda safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Xo'p, Madinadagi gastinisalarimiz oraliq masofasi 150-200 metrda bo'ladi. Xo'p, Makkada esa gastinisalarimiz oraliq masofasi 1,5-2 kilometrda bo'ladi. Albatta 24 soat avtobus xizmatimiz ham bo'ladi. Zo'r. Undan tashqari oziq-ovqatlar qanday bo'ladi? Misol uchun Makkada va Madinada o'zbek milliy taomlari bo'ladimi yoki turk milliy taomlari, Arabiston milliy taomlari bo'ladimi? Qanday bo'ladi? Xo'p, bizda 14 kun umra safarimizda o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Madinada 2 mahal 3 kun, 11 kun Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Albatta o'zbek po'rlarimiz tomonidan. Zo'r. Undan tashqari biz tomonda misol uchun O'zbekistonda aksariyat yosh kattaroqlar, otaxon, onaxonlarimiz bo'ladi, yosh bolalar bo'ladi. Undan tashqari har xil vaziyatda bo'ladi-da. Shifokor xizmati, undan tashqari aravacha xizmatlari ham bormi? Qanday bo'ladi? Albatta, bizda Madinada ham, Makkada ham gastinisalarimizdda aravachalarimiz bor, aravacha xizmatlarimiz ham bor. Xo'p, ayollarga ayol shifokorimiz bor, erkaklarga erkak shifokorlarimiz bor. Bemalol birinchi yordamni ko'rsatishaveradi. Qolaversa, yana eslatma, yosh katta hoji dada, hoji onalarimiz doimiy iste'mol qilib turgan dori-darmonlari bo'lsa, o'zlari bilan olib olsa, yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Zo'r. Aka, misol uchun ibodatdan tashqari ziyoratlar, undan tashqari sayohatlarga ham chiqiladi, to'g'rimi? Albatta. 50 boshi birgalikda. Albatta. Qayerlarga chiqiladi? Makka va Madinada. Xo'p, bizni 14 kunlik umra safarimizga 50 boshligimiz aeroportdan birgalikda olib ketadi. Xo'p, 14 kunlik umra safarida 10 dan ortiq ziyoratgohlarga chiqamiz. Xo'p, Madinada Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasi, Qiblatayn, Uhud tog'lari, Xurmo bog'larida kechki ujinlar, ya'ni osh taomlarimiz va pikniklarimiz bor. Yana qo'shimcha bir qancha ziyoratgohlarga chiqamiz Madinada. Xo'p, Makka shahrida esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamarot, Mino, Muzdalifa, albatta Qizil dengiz, uni qo'shimchasiga Toif shaharlariga ham ziyoratlarni 50 boshlarimiz hamrohligida amalga oshiramiz. Zo'r. Demak, 50 boshlarimiz bu yerdan o'zlari olib ketishadi va qaytarib olib kelishadi. To'g'rimi? Birgalikda. Albatta. Xudo xolasa, sharoitlar zo'r bo'ladi. Undan tashqari firmamiz tomonidan nimalar taqdim etiladi? Xo'p, firmamiz tomonidan nimcha, kamzil, bejik hamda samolyotda bemalol dam olib ketishlari uchun yostiqchalarni beramiz. Xudo xolasa, bu ham qo'shimcha firmamiz tomonidan bonus tariqasida beriladi. Zo'r. Undan tashqari, misol uchun hozir ko'payib ketdi. Sinfdoshlar, qarindoshlar, oilaviy boradiganlar ko'p. Misol uchun 5 kishi, 10 kishi borishi mumkin va yosh bolalarni ham olib borishi mumkin. Qandaydir chegirmalarni qilib beramizmi? Albatta, bitta oiladan 5 kishi, 6 kishi yoki sinfdoshlar guruhi bizga aloqaga chiqishadigan bo'lib qolsa, albatta narxidan chegirma qilib beramiz. Yosh bolalari bor oila a'zolarimiz ham aloqaga chiqsa, albatta yosh bolalardan ham chegirmalarni hamda bonuslar ham qilib beramiz. Zo'r. Obunachilarimizga eng qizig'i narxlari qancha bo'lyapti? Xo'p, narxlari yanvar oyiga 15-yanvarigacha $1050 bemalol telefon qilishaversin. Bu narximiz faqat 15-yanvarigacha amal qiladi. Samarqanddan, Toshkentdan hamda Farg'ona, Namangandan reyslarimiz bor. O'zlarini xohlagan sanalariga bemalol bron qilishsa bo'laveradi. Zo'r.
To'lovlar qanday usulda bo'ladi? To'lovlarimiz biz pasportlarni onlayn ham qabul qilamiz. Vodiylar bo'lsa, bemalol mana shu lokatsiyamizga kelib to'lovlarni amalga oshirib, cheklarini olib ketsa bo'laveradi. Bizda musofirdan yoki qo'shni davlatlardan, boshqa viloyatlardan bizni kuzatayotgan obunachilarimizga bemalol Zagram pasportlarini bizga Telegram, WhatsApp orqali taqdim qilsa, biz bularga Centrum Holiday'da mana bunday bank shot raqamlarini tashlab beramiz. O'zlariga eng yaqin bo'lgan bank filiallariga borib, to'lovlarni amalga oshirib, chekini bizga tashlab bersa bo'ldi. O'sha joylari bron hisobida o'taveradi. Zo'r. Adashmasak hamma savollarga javob berdik degan umiddamiz. Kimdadir qanday qiziqtirgan savollaring bo'ladigan bo'lsa, akamiz telefon raqamlarini ekranda ostiga yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib batafsil ma'lumot olishlaring mumkin. Undan tashqari musofirda yurganlar, ota-onamga surpriz qilaman deganlar ham bemalol aloqaga chiqishi mumkin. To'g'rimi? Bemalol Telegram, WhatsApp orqali 24 soat telefonlarimiz yoniq. Men shaxsan o'zim javob beraman telefonlarga. Zo'r. Hoji aka, sizga ma'lumotlar uchun rahmat. Charchamang. Akalar, mana shu videomizda, akalar, opalar, mana shu videomizda ilojini boricha ota-onamni, undan tashqari yaqinlarimni, o'zim umraga boraman deb yurgan tanish bilishlaringga, yo'q birodarlaringga jo'natib qo'ysalaring, kimgadir foydali, manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. E'tiborlaring uchun rahmat, sog' bo'lasizlar. Rahmat.